launcher.org deb yozib, короче, bosamiz enter. Keyin launcher ochiladi, faqat menda sal boshqacharoq ochiladi, chunki menda bor o'zimda. Hop, launcher deb yozamiz unda. Mana chiqadi afsonaviy sayt. Launcher org bosamiz. Buni to'plamaymiz. Bosishimiz bilan xullas ochildi, mana ekran ochildi. Hop, qarang, launcher skачать. Mapda o'zingizlar akkauntingiz bo'ladi. Parol anaqalarini qo'yib, o'zingizlar qo'yib, skin ulab olsangiz bo'ladi. Mana skinni qanaqa ulashinglarni ko'rsatib chiqaman. Katalog va kirganingizda bunaqa akkauntingiz bo'ladi. Bitta skачать skin o'zingizlarning skininglar bo'lishi mumkin. Katalogga kirib, masalan, skinlarni tanlab o'tirasizlar. Masalan, deylik, eng oxiriga o'tkazdim. Doctor Strange, hop, 107. Xo'sh, yer bu короче anaqasi. Normalniroq kerak menga, orada zo'rlar ham chiqib qoladi. Hop, nima bu? Ko'rinmaskin bo'lsa kerak. Hop, yana qayerda bor edi bu? Normalni. Xo'sh, mana shuni ulab ko'ramiz. Hop, ulandi deylik, mana ulandi, mana короче ulandi bizning skinimiz. Akkauntga короче bu yoqqa kelib turib, mana skачать launcher deb Windows deysizlar, keyin o'rnatilgandan keyin hozir ko'rsatib o'tib ketaman buniga. Hozir qayerda bor edi menda? Mana bunaqa bo'lib chiqadi. Keyin uni ustiga bosib o'rnatib olasizlar. O'rnatib olish вообще ish emas, oson. Keyin uni короче ochasizlar. Ochganingizdan keyin mana shunaqa bo'lib ochilish boshlaydi. Faqat birinchi marta o'tkazganda bu yoqda yuklanish chiqadi. Sekin обновление bo'lib yuklanib turadi. Keyin ochilib olgandan keyin ko'rsatib o'tda bo'ldi. Обновить qilishim kerak. Men обновить qilmagan ekanman. Обновить bo'lib tursin. Bo'lishi bilan aytib o'raman. Bizda обновить bo'libdi. Mana уже menda akkauntlar bor, hammasi bor. Masalaga kichkina akkaunt ochish o'rgatganimiz qaraylik, mana bu boyga akkauntimiz. Bu yerda hop xolasanglar, короче, parolsiz masalan deylik, kristal deb ochdim masalan. Aslan sayt mana. Bez parol bu, bez parol degani любой odam ola oladi. Parolni bo'lsa, parolni bilmasdan ola olmaydi. Masalan, buni bosib turib saqlanib qilsanglar, mana kristal deb ochildi mana. Keyin любой o'zingizga unaqa versiyalarni tanlab olishingiz mumkin. Yangi versiyalar, har xil versiyalar bor shu yerda. Men har xil versiyadan o'ynab ko'rganman. Keyin modernni o'rgatishda mana ham ko'rsam, mana ishga bosasizlar. Короче, mana bunaqa ekran ochiladi bu yerda. Короче, mana bu mods degan bo'ladi. Modsga kirsanglar, mana o'zim modlarim. Короче, bu modlarni hozir olib qo'yamiz qaqqadir. Mayli, bu qolsin mayli. Короче, bu mana o'zim modlarim. Modsga kirasizlar bu yerda. Shu bilan уже короче, modsga ulab bo'lganingizdan keyin bu igrani bosasizlar, уже salkam kirishib boshlaydi. Keyin kirayotgan variantni o'zingiz uchun olasizlar. Men hozir kirib o'yinni ko'rsatib beraman. Mana bu bizning Telegram kanalimiz. Bizning Telegram kanaldagi modlarni yuklab olishingiz mumkin. Mana men mashinani qaranglar. Qor, mana bunaqa mashina, mana shaharni ham sizlar uchun anaqa qilganmiz. Bu shahar ham chiroylikgina qilib qurib qo'yganmiz. Bu shahar zo'r mana. Bizning Telegram kanalimizda 50 ta obunachi bo'lishi bilan biz shunaqa modlarni tashab boramiz. Mana shaxsan sherik o'rtog'im degandek gap. Короче, bu mana shu mashina mod. Короче, mana shu mashina modda mashinadan yuklab o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu короче, mod yuklash qo'llamas. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Telegram kanalida ko'rib olishingiz mumkin. Men o'zim ishlatgan modlarni короче Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Va bu emas. Xullas chat ham bor. Chat ссылкасini ham keyin tashab qo'yamiz. Yoki shu yerda bor. Xullas mana shu yerdan men ishlatgan modlarni hammasini yuklab olishingiz mumkin. Mana bo'lsam ketdi. Xo'p, unda короче normalni bot. Xo'p, biz mana blockbusterga keldik. Короче, mana hozir sizlarga bitta любой bitta kiyimni kiyintirib ko'rsatib o'tib ketaman.
rekomenduyorum. Men sal boshqacharoq ko'rinadi. Sizlarga boshqacharoq, menda boshqacha ko'rinadi. Kiyim kiydirish bu masalan mana skilllarim, ya'ni mana mana quruvchi men bu o'zimizga faqat mashina skinim bo'ladi. Oy bilan yulduz hamma meni taniydi bunda. Buni hisoblamaymiz xullas. Men bu kachma skinim bo'ladi. Keyin yana nimalar bor? Jeko Craft modimiz bor. Bu modam normalniy hozir ko'rsatib o'taman shularni. Kровать, короче, har xil bunaqa pechka, reserv modlari mashinani ishlatadi shaxsan reserv. Hop, bitta notebook mana notebook Jeko Craftda bo'ladi. Telefon, xullas kompyuter. Короче, mana tashga qo'yib turib, hozir chita qo'ramiz. Bo'ldi, короче, menimcha. Endi yozamiz. Bo'ldi, tayyor. Xo'sh. Hamma xullas bizdan notebook bo'ladi. Kompyuterlargacha bor hamma. YouTuberlar shu moddan foydalanishadi. Hozir RAM tekshirib ko'ramiz. Mana shaxsan janob mer ham shu moddan foydalanar ekanlar. Uylarda ular normalniy. Ana qarchim mana hamma YouTuberlar ishlatadi shu modlarni. Xullas, tushunib oldingiz degan umiddaman. Minecraft yuklash mana shunday bo'lib o'tadi. Bayran